Assalomu alaykum qadrli obunachilar. Bugun sizlarga Energy Tower'dan mana shunaqa chiroyli manzaradan ikki xonadonni ko'rsatib o'tamiz. Endi bu xonadonimiz zal qismi. Balkondan kirib keldinglar, bu yoqda zal qismi. Divanda o'tirasizlar, bemalol o'tirib, mana bunaqa konditsionerlar bor, hammasi tayyor. Bu yoqda televizor ko'rib, bemalol suhbat qilib o'tirasizlar. Mana bu yerda suvenirlar qo'yishga, narsa-narsalar qo'yishga o'zining tokchalari ham bor. Hop, eshikni olib qo'yadi, sovuq bo'ladi. Televizorlar ko'rib, bemalol mana bu yerda choy ichib o'tirsanglar bo'ladi. Ko'rib turibsizlar, hamma narsa ideal qilingan. Barcha mebellarni, texnikalar sifatida foydalanilgan. Bu yoqda oshxona qismi. Oshxona bilan zal studiya formatida joylashtirilgan. Bu yoqda kirib kelish eshigimiz, bu yoqda oshxona. Idish tovoq yuborgan mashinka, plitalar, duxovkalar hammasi bor. Albatta sizni ayolingizga ham, keliningizga ham albatta yoqadi. Endi bu kirib keldinglar, bu yoqda zal, balkon, bu yoqda kirish eshigi. Bu kirish eshigi. Kirib kelinglar, bu yerga oyoq kiyimlarni qo'yadigan joy, o'tirib kiyib olsanglar bo'ladi. Bemalol bu yoqda kiyimlar olib qo'yasizlar. Kelgandan keyin bitta oynaga qarab ko'cha chiqib ketasizlar. Bu tomonda esa kelavering. Yotoqxona qismi, kattalar yotoqxonasi. Yotoqxonaning shkafi ham o'zgacha dizayn asosida ishlangan. Ko'rib turganingizda, bu yerda bemalol o'tirib olib, suhbat qurib ko'rdinglar. Endi esa yotoqxona qismini ham tanishib o'tamiz. Spalni qismi, bu yerda har bitta ikkisiga ham mana bunaqa podsvetniklar kechasi yoqib qo'ygan. Mana bularni ham alohida o'chirib qo'ysangiz bo'ladi. Konditsioner, televizorlar alohida tema. Eng qizig'i spalning o'zida ham balkoni bor. Ko'rsatib o'tishingiz mumkin. Bu xonadonimiz Energy Tower 27 qavatli Energy Towerning 18-qavatida joylashgan. Narxi ham qimmat emas, bitta gelti puli. Bu yerda o'zini dollarlari, tillalari, suvenirlar bilan sotiladi. Eng asosiy qismi sanuzor qismini ko'rsatib o'tamiz. Bu yoqda sanuzor qismi joylashgan. Videoni oxirigacha ko'rsanglar, narxini ham aytib o'tamiz. Xonadonimizni ko'rdinglar. Barcha mebel texnika remont ishlari gap yo'q. Ustakalarimiz qo'llari dard ko'rmasin. Dizayn ishlarini ham zo'r qilishgan, haqiqatan. 18-qavatda joylashgan, Toshkent City'ga qaragan Energy Tower'da 2 xona 67 metr kvadrat tashkil etgan bu xonadonimiz narxi 290 ming. Siz shu pulga gelik olib minarmidingiz yoki mana shunaqa chiroyli uylarni sotib olib, mazza qilib oilangiz bilan yasharmidingiz? Fikringizni kommentariyada yozib qoldiring. Kimga qiziq bo'lsa, pastda nomer qoldirib, aloqaga chiqib, baraka qilsanglar bo'ladi. Hammaga omad. Ketkizgan vaqtingizga rozi bo'linglar.